Yusuf buvasi bilan birga vaqt o'tkazishni yaxshi ko'rardi. Bugun ham saharlab buvasi bilan bozorga tushdi. Bu yerda ikki kishi janjallashib turganining guvohi bo'ldi. Buvasi ularning orasiga tushib, gap nimada ekanini surishtirdi. Ikkalasi ham jahl bilan o'zinikini ma'qullaydi derdi. Shunda otaxon ularga ishni qizishmasdan hal qilish mumkinligini yotig'i bilan tushuntirdi. Ular biroz hovurdan tushib, o'zini bosib olgandan so'ng masala oson yechim topdi. Buni ko'rgan Yusufning buvasiga hurmati oshdi. Uyga kelgandan so'ng Yusuf buvasidan so'radi: "Buvajon, siz doim xotirjam yurasiz. Hech jahl qilganingizni ko'rmaganman. Hammaga yaxshi gapirasiz. Ertalab bozorda ham chiroyli muomala bilan ikki kishini yarashtirib qo'ydingiz. Buni qanday eplaysiz?" "Hey, erkatoy bolam, yoshim 80 ga qarab ketyapti. Umrim davomida ko'pni ko'rdim. Shunga amin bo'ldimki, jahl bilan hech narsaga erishmas ekansan. Qachon shirin so'z, mehribon bo'lsang, o'shanda yaxshi inson bo'lib, yaxshi insonlar ko'payishiga ham sabab bo'lar ekansan. Hurmating ham shunga yarasha bo'ladi. Payg'ambarimiz ham doim muloyimlikni, shirin so'zlikni targ'ib qilganlar. O'zlari hech qachon biror kishiga qattiq gapirmaganlar. Ularni aytganlariga ergashish esa bizni burchimizdir. Sen ham bo'lar bo'lmasga jahl qilaverma. Shunda o'z-o'zidan shirin so'z bo'lib qolasan. Tushundingmi bolajonim?" Kunlarning birida Yusuf yaqin do'sti Muhammad bilan ko'chada o'ynab turib tortishib qoldi. Jahl ustida uning otasi yo'qligini yuziga solib yubordi. Muhammad hech narsa demasdan uyiga xafa bo'lib kirib ketdi. Yusuf qilgan ishidan juda afsuslandi. So'ngra buvasining gaplari naqadar to'g'ri ekanini chuqurroq anglab yetdi.